Diqqat, O'zbekiston yulduzi Eldor Shomurodov muxlislariga ajoyib xushxabar. Shomurodovga FIFAdan xushxabar keldi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan hamma ko'rsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, Eldor Shomurodovning muxlislari esa videorolikka bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat, Eldor Shomurodov FIFAdan xushxabar kutyapti. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan to'pi 2026-yilgi Jahon chempionatining eng chiroyli goli nomiga da'vogarlar qatoriga kiritildi. Bu haqida Jahon chempionati tashkilotchisi FIFA matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qildi. Eldor Shomurodov Afrika vakili bilan guruh bosqichining 3-turida o'tkazilgan uchrashuvning 10-daqiqasida gol urgan edi. Tajribali hujumchi hech kim kutmagan vaziyatda, ya'ni o'tkir va qiyin burchak ostida zarba yo'llab, to'pni darvozabon ustidan oshirib, to'pni darvozaga aniq joyladi. Bu gol guruh bosqichidagi eng chiroyli ijro sifatida e'tirof etilgan edi. Endi Shomurodovning bu samarali zarbasi Jahon chempionatining eng chiroyli golini aniqlash maqsadida FIFA tomonidan tuzilgan yakuniy ro'yxatga kiritildi. Ushbu reytingdan jami 12 ta gol joy oldi. Eng yaxshi gol muxlislar ovozi orqali aniqlanadi. Ovoz berish 48 soat davom etadi. Nominantlar orasida Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torresning Argentinaga qarshi finalda urgan g'alaba goli ham bor. Aziz tomoshabinlar, siz ham Eldor Shomurodovning goliga ovoz berib, qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Videorolikka like bosing. Videorolikimiz esa barcha vatandoshlarimizga yetib borsin. Kommentariyada Eldor Shomurodovga omad tilab ketishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.